Bu videoni ko'rishdan avval like bosing va obuna tugmasini bosib qo'ying. Bu video IELTS balli 5,5, 6, 6,5 da qotib olganlar uchun. Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki video davomida uning aniq sabablari va yechimlarini berib o'taman. Men Temirov Ruslan, IELTS shaxsiy natijam 8 ball va multileveldan 70 ballni tashkil etadi. 5 yillik faoliyatim davomida o'quvchilarimning shaxsiy natijasi IELTS 7,5 va multileveldan C1 ni tashkil etadi. Keling endi asosiy sabablari va ularga yechimlardan boshlaymiz. Birinchi bo'lib listening. Listeningda ko'pchilik yaxshigina ballga chiqib olgan, lekin agarda siz hali ham qaysidir ballda stuck bo'lib qolgan bo'lsangiz, uning sabablari bo'lishi mumkin siz general understanding bilan yaxshi ishlamagansiz. Ya'ni siz audioni eshitasiz, lekin 90%, 80% unga tushunmaysiz. Bu narsa albatta ayniqsa part 2 va part 3 ga kelganda sizga albatta qanaqadir hurdleslarni olib keladi. Bu nima? Bu to'sqinliklar, qiyinchiliklarni olib keladi. Buning uchun aniq yechim siz ko'proq general understanding bilan ishlashingiz kerak, ko'proq podkast eshitib, yozishingiz kerak bularni. Ularni tahlil qilishingiz albatta yaxshi natijaga olib chiqadi. Biz kursimizda aynan bir kun, haftada bir kunini listening uchun ajratamiz va savollarning tahlil qilinishi, har bitta savolni ichiga kirib chiqamiz, savol turlari va general understanding bilan ishlaymiz va uyga vazifa ham mana shunga monand ravishda beriladi. Readingga keladigan bo'lsak, juda ko'pchilikni qiziqtirib qo'ygan va muammolarga yechim topa olmaydigan qism reading deb o'ylayman. Shaxsiy natijam reading bo'yicha 9 va imtihonda bilasizmi, 37 minut davomida to'liq hamma savollarni yechib chiqqanman. Buning asosiy key deb o'ylagan narsam bu artikel o'qishim va savollarni analiz qila olishim. Nimaga? Chunki juda ko'pchilik IELTS passagelari, reading passagelari bu o'sha artikellardan, ya'ni ingliz tilidagi maqolalardan olinadi. Shuning uchun siz artikel ko'proq o'qisangiz, sizda general understanding oshadi, passagelarga moslashish jarayoni kuzatiladi va albatta savollar ham osonlashadi. Analiz qanaqa qilinishi kerak? Analizda siz birinchi bo'lib key areas of weakness ni aniqlab olishingiz kerak. Bu nima degani? Siz qaysidir spesifik savol turida xato qilyapsiz aynan. Misol uchun bu bo'lishi mumkin matching heading, matching information, multiple choice, to'g'rimi? Ikkinchi narsa esa siz aynan qaysi passageda juda ko'p xato qilyapsiz. Juda ko'pchilik o'quvchilarim doirasida passage 3 eng qiyin deb tan olingan va eng ko'p xato ham mana shunda bo'ladi. Demak, siz ko'proq urg'uni passage 3 ga berishingiz kerak. Undan keyingi muammo time management. Aslida time management degan muammoning o'zi yo'q, o'quvchilarning o'zi yaratib olgan. Nimaga? Agarda siz readingdan o'qisangiz, tushunsangiz, savollarni bemalol tahlil qila oladigan bo'lsangiz, sizda time management muammosi bo'lmaydi. Kursimiz davomida sizga aynan har bitta passagega, passage 1, passage 2, passage 3 ga qanaqa yondashish kerak, savol turlari bilan qanaqa ishlanishi kerak va albatta praktika uchun authentic real exam materiallari bilan ta'minlab boriladi. Speaking. Juda ko'pchilik speakingda qiynaladi. Oddiygina eng boshlagan odam ham yoki IELTS 7 ga chiqib olgan odamda ham asosan speakingda qiyinchilik uchraydi. Nimaga? Speaking shunchaki nimanidir yechish, aniq masala turmaydi u yerda. Siz gapirishingiz, undan tashqari creativity ham baholanadi. Sizda asosiy muammo grammatika yoki vocabulary emas. Sizda asosiy muammo speaking o'zi qanaqa baholanadi, marking criteria o'zi qanaqa, o'shalarni bilmasligingizda. Kursimiz davomida nafaqat sizga marking criteria tushuntiriladi, balki har haftada bir marotaba shaxsan o'zim bilan speaking mock olib, feedback olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu feedbackda siz nafaqat shunchaki ballingiz yoki xatolaringiz emas, balki kriteriya bo'yicha har biridan qanaqa baho olasiz va nimaga o'sha baho olganingiz, xatolaringiz aniq analiz qilib beriladi. Eng oxirgi section bu writing. Writing juda ko'pchilik templatelardan foydalanadi, juda ko'pchilik yodlab olingan memorize so'zlardan foydalanadi. Bu afsuski xato. Bizda tan olishimiz kerak, juda ko'pchilik o'quvchilar orasida tendensiya nimanidir yodlab olib, uni IELTS writing real examda kiritib ketish. Bu narsa juda ham katta va qo'pol xato. Chunki IELTS writing sizni memorized answerlar yoki grammaringizni emas, balki sizning qanaqa qilib uni yaratishingiz,
qanaqa qilib essayni yozishingizni baholaydi yoki reportni qanaqa qilib evaluate qilishingizni baholab chiqadi. Kurs davomida sizga har haftada 2 marotaba report va essay yozish, ularga to'liq feedback olish va ular ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuningdek, har bitta paragraflarni yozish, har bitta gaplarni ham detalli yozishni o'rgatiladigan darslar o'tiladi. Bu darslardan maksimum foydalanishingiz uchun albatta siz o'zingizda ham qanchadir vaqt kuniga dedicate qila olishingiz kerak bo'ladi, qanchadir vaqt yoki energiya talab etiladi va bunga albatta tayyor turishingiz kerak bo'ladi. Men sizga IELTS writing kursimda shunchaki templatelar yoki qoliplarni yozishni emas, balki o'zingiz har qanday essay mavzusi tushsa ham yoza oladigan qilib soft essay va reportlarni yozishni o'rgataman. Shu bilan kursimiz ajralib turadi. Endi kurs overviews haqida tanishtirib o'tsam. Kursimiz 2 oy davom etadi. 2 oy faqatgina onlayn darslar bo'ladi va haftasiga 3 marotaba emas, 4 marotaba. Nimaga? Chunki birinchi kun masalan reading, ikkinchi kun listening, uchinchi kun writing va 4-kuni speaking bilan shug'ullanishimiz kerak. Rostini aytadigan bo'lsam, kursga faqatgina 10 tagacha o'quvchi olmoqchiman. Bo'lishi mumkin u 7 ta, bo'lishi mumkin 10 ta, lekin undan ko'p ola olmayman. Chunki kursda men shunchaki o'quvchilarga dars o'tish emas, ular bilan individual attention bergan holatda ishlashim kerak bo'ladi. Misol uchun, speakingdan mock olayotgan vaqtim juda ko'pchilik o'quvchi bo'lsa, men support teacher olishim kerak. Support teacher bilasiz, juda ko'pchilikka hali inexperience va ular sizga aynan o'qituvchi bera oladigan feedbackni bera olmasligi mumkin. Shu sababli men faqatgina hamma narsaga o'zim, masalan, speakingdan feedback berish, writingni baholash, darslar o'tish hammasini o'z zimmamga olib, sizni hozirgi balingizdan 7+ mindsetga olib chiqmoqchiman. Shu bilan birga bu IELTS 7 kursimiz sizga IELTS 7 ni shunday berib qo'ymaydi. Bu yerda darslarning sifatli ekanligiga albatta kafolat beramiz, lekin sizni IELTS balingiz yoki necha olishingiz bitta Allohdan va o'zingizning harakatlaringizga, o'zingizning qanchalik energiya sarflashingizga bog'liq bo'ladi. Darslar odatda kechqurun o'tiladi, kechki tomon 8-9lar atrofida bo'ladi va bu haqida aniq detallar sizga yuboriladi. Kurs davomida sizga eng authentic va eng yangi materiallar beriladi. Hozir bilamiz, IELTS to'laqonli kompyuter variantiga o'tib ketdi va juda ko'pchilik o'quvchi kompyuterda materiallar topishga qiynalishadi. Sizga uyga vazifa beriladimi, dars davomida ishlanadigan mashqlar bo'ladimi, hammasi kompyuter variantda bo'ladi va ular eng authentic hisoblanadi va ularni ishlash orqali siz real exam conditionsga moslashib borasiz. Bunda listening, writing, reading, speaking hammasi inobatga olingan. Kursning yana bir ustunlik jihatlaridan biri bu siz har oyda mock topshirishingiz. Mock bilasiz, hozirda Toshkent shahrida kamida 200 ming so'm, viloyatlarda 100 ming so'm. Mana shuni ham siz kurs ichida topshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Videoni shu vaqtgacha ko'rib, sizda bitta xayol kelishi mumkin. Menda ham shunaqa natija bo'ladimi? Ya'ni men hozir 5,5-6 da qotib qolganman. 7 ga shu o'qituvchi bilan birga chiqa olamanmi? Keling sizga natijalardan bir shingil aytib beraman. Biz avvalgi yil o'quvchilar bilan 13 yoshli o'quvchilar bilan ishladik va ular 7,5 natijaga erishdi. Bu haqida mani sertifikatlari yoki Instagramda videolarni ham ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari, onlayn programmamizda o'qib, dastlab kelgan vaqtida mock natijalari 5,5-6 bo'lgan o'quvchilar 7 olishdi. Albatta 7+. Buning natijasida ular imtihonga to'lagan pullarni qaytarib olishdi va o'zlaridan mamnun. Sizda bu narsa to'g'ri strategiya, to'g'ri boshqaruv bilan amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Kurs davomida sizga qanaqadir miflar yoki shuncha narsa qilsang shunaqa bo'ladi deb aytib o'tilmaydi yoki unaqa yolg'on ma'lumotlar berilmaydi. Sizni aynan 7+lik mindsetga hozirgi qotib qolgan balingizdan olib chiqishga yordamlashadi. Bu borada o'quvchilarim orasida juda ko'p muammo bo'ldi. Ularda har xilcha muammo. Kurs boshlanishidan oldin shu sababli biz o'quvchilarning birinchi bo'lib muammosini aniqlaymiz. Sizda qanaqa muammo bor? Misol uchun, birinchi darsimiz hech qachon asosiy dars emas. Birinchi darsimiz muammo va kursning tanishtiruvi bo'ladi.
Misol uchun o'quvchimizda, birinchi o'quvchimizda reading bo'yicha qanaqadir muammo bo'lsa, keyingi o'quvchimizda writing, idea generationda muammo bo'lishi mumkin. Hamma muammolarni aniqlab, biz kursning ichiga, uning plani, ya'ni curriculum ichiga biz ularni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Buning natijasida siz aynan siz uchun tayyorlangan kursni olasiz. Bu massiv kurs emas, ya'ni sizga 30 ta, 50 talab o'quvchi onlaynda ta'lim berilmaydi, faqatgina 10 ta o'quvchi olinadi. Va ikkita gruppa emas, chunki hozir o'zimda ham darslarim ko'p, faqatgina bitta gruppa ochish imkoniyatim bor. 10 tagina o'quvchi, balkim bu videoni ko'rayotgan vaqtingizda bu 10 ta o'quvchi to'lib bo'lgandir, balkim yo'q. Siz menga Telegramdan murojaat qiling va shu bilan birga sizga kurs overviewsi yoki bo'sh o'rinlar bo'lsa tashlab beriladi. Endi eng qiziq joyi kurs narxi. Kurs narxi 1 million so'm va 1 million so'm ichiga nimalar kiradi? Sizda haftasiga 4 marotaba har bitta skilldan darslar, undan tashqari video darslar, authentic materiallar, bu materiallarga 1 yillik kirish huquqi va imtihoningizni registratsiya qilib berish ham kiradi. Ya'ni albatta to'lovni o'zingiz qilasiz, lekin registratsiyani bizning jamoamiz qilib beradi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, bu narx shunchaki belgilangani yo'q. Bu narx shuncha darslarning mehnati va bu videolar va boshqa xarajatlarni ham hisobga olib belgilangan. Siz tasavvur qiling, haftasiga 4 marotaba, oyiga esa 16 marotaba dars olasiz. Har bir darsda real feedback aynan mendan, support teacherlar, assistentlardan emas, IELTS 8 olgan o'qituvchidan feedback olasiz va darslar mana shunday qilib umumlashtirilgan. Bu darslardan tashqari sizga ikkita dars bonus tariqasida tashlab beriladi. Bu dars o'zi imtihonda qanaqa tutish kerak va imtihondan oldin study planni qanaqa qilib qilish kerak. Mana shu bo'yicha ham sizga darslar tashlab beriladi. Agarda sizga guruhda o'qish mos kelmasa va individual kurs qidirayotgan bo'lsangiz ham, bunday kurslar bizda mavjud. Agarda sizga ushbu kurs qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha 10 ta odamdan biri bo'lib 2 oy ichida xudo xohlasa 7+ ballga chiqmoqchi bo'lsangiz, hoziroq menga aloqaga chiqing. Bu video foydali bo'ldi degan umiddaman va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.